Assalomu alaykum, hurmatli saxovatpesha insonlar, hurmatli O'zbekiston xalqimiz, yurtdoshlar, sizlardan iltimos qilib efirga chiqishga majbur bo'ldik, yordam so'rashga. Dadam Haydarov Umurzoq 1966-yil Toshkent viloyati Sultonobod MFI Sultonobod ko'chasida tug'ilganmiz. Shu Sultonobodda yashaymiz. Birinchi guruh nogironi 2023-yildan beri bosh miyasidan o'simta chiqib kelmoqda. Ikkinchi marta jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Hozir o'tkazdan bir rivojlanish bo'lyapti degan srojni Turkiyaga yoki Hindistonga olib borishimiz kerak. Olmasak bo'lmaydigan, o'pkada hozir rivojlanib ketyapti degan himiyat terapiya olish kerak ekan. Operatsiyaga himiyat terapiyadan keyin operatsiya qilishga qilar ekanlar. Shunga saxovatpesha inson, O'zbekiston xalqim sizlardan iltimos qolaman, yordam berishlaringizni, dadamga hayotga qaytarishga, yaxshi bo'lishiga yordam berishlaringizni. Oilada o'zim o'qiyman ham, ham ishlayman. Respublika tibbiy yordamda hozirgi kunda o'zimni ham o'pkamda shamollash o'tib, ba'zida edim, hozir kelim uyga dadam ko'rishga. Aziz insonlar, saxovatpesha insonlar, iltimos sizlardan yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Rahmat.